O'rtoqlar, mana bu assortiment ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Rangli emulsiyalarni Me'mor brendining showroomida o'rtoqlar shunaqangi chiroyli qilib, dekorativniy qilib yasatib qo'yganmiz. O'zingizga kerakli rangni bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Mana misol uchun mana shu rang yoqib qoladigan bo'lsa 008, misol uchun bunisi 009 o'rtoqlar. Mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa har xil ranglari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, bugun sizlar bilan aynan mana shu 015 raqamdagi emulsiya bilan tanishib chiqamiz. Qancha katta ob'yomda ishlab chiqariladi Me'mor brendi ostida va qanaqa narsalar bilan tayyorlanadi, to'liq ma'lumotini video davomida berib o'tiladi. Bundan oldingi videoda aytgan zavodskoy emulsiya ishlab chiqariladigan stanokimiz mana shu bo'ladi o'rtoqlar. Taxminan kuniga 6-8 tonna atrofida ishlab chiqariladi. Zakazga qarab. Hozirda zakazimiz 015 emulsiyaligi uchun o'rtoqlar ikkitadan bochkamizda tayyorlanyapti. Ushbu ko'rib turgan stanoklar o'rtoqlar qo'lbola stanoklardan farqi minutiga 1,5 ming оборотda emulsiyani yaxshilab aralashtirib beradi. Endi qadoqlashdan qisqacha lavha o'rtoqlar, mana yangi paqirimiz qo'yamiz. Mana taroziga e'tibor berib qo'yasizlar va ochamiz. Voy, go'zal lekin bor. Emulsiyamiz 20 kilo bo'lishi kerak o'rtoqlar. 19,5 da bekitishni boshlaymiz. Xo'p. 20 kiloyi 160 gram. Oshig'i bilan.